Meni kanalim sizga yoqyaptimi? Unda naqvi haligacha obuna bo'lmadingiz, блядь, tezroq obuna bo'lib qo'ying. Rovn 200 gram. Ropparasi 6 minus 3. Arasa, asta. Bo'ldi, bas qil, kel uchrashaylik, yur. Yo'q, meni akam ruxsat bermaydi. Ukam, bor meni o'yna. Men shunchaki bor gaping yo'tilabdi. Bizdan zo'r, to'g'rimi jigar? To'ppa to'g'ri jigar. Hammaga salom. Bugun sizlar deputat bo'lishingiz mumkin yoki-da yo'q. Короче, men uyga borib ish qilishim kerak, bilay, shunga kamroq gapiraman. Короче, imtihondan o'tsalaring, pizdes odam bo'lasiz, o'tamaslaring, idите nахуй hammaga, pashol nахуй. Ha, kitob ovollaring ham. O, kitob. Men bu yerdagi eng pizdes odamman va meni ismim Usmon. Maksim aka pizdes. Ismi Usmonmada, короче, men seni xursandchiligingga bardam beraman. Qo'lingdagi grimoirni ber yoki iding nахуй. Kitobim? Ularni zo'rla. Bittasini ham qoldirma. Блядь, bizani zo'rlab qo'ydi. Yo'q, hammasi yaxshi. Xo'p, unda stavkani oshiramizmi? Oshiramiz. Yo'q, qo'rqma, yutqizsam chopib ketaman. Boshladik, ochdik. Yo'q, pizdes qilding, oxirida nima qilding o'zi? O'zim ham bilmayman bilayotganda yutganimni. Negerlar jamoasiga xush kelibsizlar. Neger. Men sizlarga hozir pizdes narsani ko'rsataman. Menga qarab turinglar. Tayyormisizlar? Bratman, tug'ilganimdan beri tayyorman. Dalboyo, bu boshqa narsa haqida aytyapti. Ishga qabul qilinmadi deding naqul. Nima uchun? Axir men ham to'g'ri kelaman-ku. Короче, sen noziksan, sen jinlarni va boshqalarni o'ldirishga kuching yetmaydi. Sen jinlarni o'ldirish uchun qandaydir qobiliyating bo'lish kerak. Даже senda qanaqadir qo'ygomli qobiliyating ham yo'q. Va men yo'q dedimmi? Demak sen yo'q. Akova, men ko'kraklarim kattami? Ha, katta. Rahmat. Bu yerda nima qilyapsan, chort? Hi. Normalni gapir. To'xta, suka. Bля. Kim so'kinyapti? Yo'q, bля. Uzr. Uni uytar davay. Sen nega o'lmading? Suka, oyog'imga pichoq tiqib qoldi. Tirik qolasan, qo'rqma. Xayr. Bilasizlarmi, negalar jamoasi nima uchun neger? Negerligi uchun albatta. To'ppa-to'g'rimi, senga yulduzchi. Izdes 29 yulduz yig'sak bo'ldi. Ha, yana tezroq yulduz yig'laring. Xo'sh, asta, sigaret chekasanmi? Блядь, yonyapman. Bля, qaysi dalboy yosh bolaga gugurt berdi? Kim bo'lsa ham dalboy ekan. To'g'ri aytasiz. Seni daxuya qizlar yaxshi ko'rsa qanday zo'ra? Meni yaxshi ko'rasan. Naxuy. Dalboy, men erkak kishiman, yo'q-ku. Bo'lmasa o'zingga itarib qo'yishim mumkin. Animeshnik, nima uchun men deputatlarni barchasini o'ldirishim kerak? Chunki ular maktabga qizlarga topshirmagan. Shunga ularni hammasini o'ldirayman. Albatta o'ldir hammasini. Vitse-prezident, men sizga butun umr xizmat qilishga tayyorman. Menga aytchi, meni yuzimda nimani ko'ryapsan? Yuzingizda qo'rquvni va yana kimnidir spermasi ham bor ekan. Usmon, bu seni otangmi? Bля, Usmon, sen shunaqa do'stlaring bormi? Ha, men boshliklaring, bichlar. Ey, bля. Qanday bechorashkalar. O'cha naqvi, hozir ham qilich ko'tingga tiqib qolaman. Sehrli qilichmi? Yo'q, oddiy qilich. Yo'q, u ikkida. Qamayli, men senga haqiqatni buyurtma qilgandim. Bla. U xuyo'ga gapirgan uchun gapiga tushunmadim. Menimcha uslari so'kdi. Siz bu yerda hammani yig'ib kimning ustidan quralyapsiz? Sen, ozgina ko'tligim tutib qoldi. Uzr lekin. Bilasiz, ko'tmisiz? 100%, ha. Menga yeyman. Yebat hazillashyapsanmi? Ko'zingdagi nech? Qo'ynaqshtarsi ko'rmayapti. U pizdesda orqasida qandaydir oq olov yonib turardi. Jo'li. Qoch zo'rlaydi. Dina qo'ymay buyurtmam olishim kerak. Ha, bu pizdes bo'lar ekan. Oba, men shunchaki buni ko'tini chiqazmay, zo'rlab turib ko'tini chiqazaman. Deputat Usmon ham pizdes odamga aylanib ketdi. Bilaysan, sen kimsan, bilayt? Pizdes zapal bo'ldi-yu. Ketdik, kartoshka yeymiz. Ha, ketdik yeymiz. O'l, sen meni nixuy o'ldirolmaysan. Bля, uni o'ldirishdi. G'alaba qozondimi? Yutdimi? Keyin o'pishamiz. Eding naxuy. Nega naxuy? Kecha, lekin men sen bilan bu ishni qilishim kerak. Portalnik, ochil portal. Qayoqqa olib ketyapsan uni? Musorga. Sen kim eding? Freddy. Vaqt ko'zi to'sha, qayerga qo'yding? Menimcha ko'tiga tiqib qo'ygan. To'g'ri. Kafeding yaxshimi? Bo'ladi. Ob-havo yaxshi. Geymisan? Eding naxuy. Agar hadisam bor, javob beraman. Qopqon. Qo'y qopqon.
Keyingi safar Xuyovi Grimorindan ishlatma. Kechirasiz. Savol: Konstitutsiya nechinchi yil qabul qilingan? Variantlar yo'qmi? Biznes. Unda boshqa savol. Meni orqamda razmeri qanday? 5. Unda asbobim razmeri nechi? Qayoqdan bilaman? Demak sen deysan. O'chirnay ovozingni. So'ka bo'z bechani bilmaydimi? Xo'sh, bu jang juda qiziq ketyapti. Kim yutqizsa yer. Bu o'yinda aniq yutishim kerak. Faqat mendan keyin. Bilet zayi balkim yutadi. Ana endi depressiyani his qilasan. Nima deyotganding? Au, u beka urgandan qo'li pizlashib ketgan. Good. Ha. Bunga tayyormisizlar? Agar sizlar 15 ta bo'lmasanglar, hammanglar o'lib ketasizlar. Ular siz o'ylagandan kuchli. Menga qo'y, baribir hammasini itaramiz. Ketdik bo'lla. Bu yerda nima qilyapsan shu? Usmon, ishlar qanday ketyapti? Chidasa bo'ladi. Xuyovi talabalar, qo'shilmay kayf qilaring. Kecha qamoqxonada edi. Yo'q, короче, hammaga iditina. Balki birga uchrashamiz. Oyiga $1 milliard topsam mayli. Mana shunday yutasanlar. Shunda o'shaysanda qilasan bo'ldi. Seriozda? Nimagadir bugun havo buziniga kirib ketdi. To'g'ri aytasan. Orqadan ko'tarib chiqasan. Bilan meni o'ldira olaman deb o'ylaganmiding? Yebait normalniy ovoz chiqar. Bu yebala kim? Qalaysan jigar? Jigar qo'lini qayoqqa tiqyapsan? Adashimman bularga ekan. Ta'sirli uchrashuv. Albatta. Bu yoqqa kelaring bichlar. Meni bitta deytaring. Suka. Qalaysan? O'zing qandaysan? Bu yerga qo'yilgan. Qatdan bilding? Kodimdan fol ochdim. Men bu jonkalari qaraydi. Короче, portal ochishing kerak. Nimaga? Hojatga borishim kerak, bilyapti. Ochdim. Agar sen buni yutsang, men senga ko'p beraman jigar. Ha. Inglizcha yoki ispancha. Qimirlaganga. Nima deyishyapti? Sof g'alaba. Jigar to'g'ri aytasan. To'xta. Suka nimadir esidan chiqib qolibdi. Unga qo'ng'iroq qilma, uning radikal bor. Telefon qilsa nima bo'ladi? 30% gelgelanasan. Nima bo'pti? Короче, din naqo'y qising qilaver, bilayt, zayiba. Uch barakli kilaver nima ekanligini bilasizmi? Yo'q, bilmasangiz din naqo'y men ketdim. Iblis hayoti. Qandaysiz? Men bu o'rtadagi narsa nima? Yo'q, biz g'alaba qozondik. Okey, kutib tur. So'ka, kutib tur dedim shekil, bilayt. Ha, mayli, chiqyapman. Va nihoyat animemiz tugadi. Bu vashshe cho'zilib ketdi, bu negalarga bo'lsa. Ha, mayli, anime aniqlagan uchun maxsus ovozlashtirildi. Ovoz berishga